Hammaga assalomu alaykum. Bugungi shunaqangi shikarni obyektimiz kvartira lyuks, shunaqa panoramli oila bilan. Bu Dubay emas, bu Toshkent shahrida Yu-Towerda joylashgan. Mana vidlarning o'zlari xuddi zagranitsiya Yevropada joylashganmiz. 117 umumiy maydon. Hozir polni sizga obzor qilib o'taman. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin, ilohim. Texnikalarimiz hammasi frankiya qilingan. Smek santexnikalar hammasi italyanskiy, доброкачественный, дорогой ремонт deydi. Xuddi shu bizning kvartiramiz. Xo'p, bu men joylashgan joyim 18-qavatda joylashgan. 117 kvadrat umumiy faqat kvartirani va 18 kvadrat balkonimiz. Bu kirishimiz ispanskiy, hammasida kafel kirishimiz. Bu yoqda keyin ko'rsatib o'taman. Sanuzel bilan detskiy. Xo'p, chap tomonga o'tamiz. Dekorativni biralarni qaranglar, vasha chiroyli. Mana. Со вкусом qilingan. Buni ijaraga berish yoki o'zingiz yashashga idealniy. U hammaga emas, chunki bular eksklyuzivniy uylar. Bu yoqda родительский xona. Unaqa shikarniy vidlari bilan pot-potolok mebel qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda polni bilyolagacha joy qilingan. Mana vidlarni qaranglar. Vidlari o'zi nima dodda? Bu spalnadan vidlari. Endi balkondan chiqaman. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Butun Toshkentga ko'rish vidlari. Tog'lar ham ko'rinyapti. Bu spalnya qism. Eshiklar ham необычно qo'yilgan. Bu yoqda dushovoy, o'zini alohida родительский dushovoylari. Mana rakvinalarni qaranglar. O'sha juda ham chiroyli. Har bitta alohida detalga ahamiyat berilgan, chunki bu avtorskiy remont, polniy dizaynni ishlagan. Bu yerda zal, studiya. Televizorni qaranglar, ingichkalangan, xuddi kartinadek. Mягкая zona. Bu yerda o'tirib, bemalol 3-4 personga choy, kofelarni ichib, духовая pech, mikrovolnovka, franki, bular elektroplita. Bu ham franki qo'yilgan. Hammasi ma'butlari рабочий zona, shkaflari, mana. Polni, посудомоечная mashinka. Eshikka mos qilingan. Mana qarang, spesialniy o'zlari под zakaz, podsvetkali, ideal ishlatilgan. Naturalniy kamin. Bu ham. Xo'sh, bu yerda ovqatlanadigan joyimiz. Endi mamka kirib o'tamiz. Vidlari vasha. Bu vid na Tashkent City. Дружба народов. Полный balkonni qarang. Bemalol stol anaqani qo'ysa bo'ladi. Plyonkalarni bemalol mana bu yerda o'tirib kofe ichsangiz vasha zo'r. Faqat mana bu yerda именно eng katta balkonlari bo'ladi. Именно полукрugda. Bu yana hisob-kitob qilganda hamma narsaga to'lanadi. Hech qanaqa balkon bonusga kirilmaydi. Застройщикdan, Murad Buildingdan. Endi bu dom kompleksidan aytmay qo'yay, chunki hamma narsasi bor. O'sha ko'pchilik bilishadi. Chechenko bloger уже reklama qilib tashlagan. Bu yoqda mana общий sanuzel, dushovoy. Mana har bitta detalliga нереально qimmat, со вкусом. Стиральная машинка, сушилка и mana bu umuvальная zona, rakvinalarni. Hamma narsani olib keltirilgan egalari, chunki что было не как у всех deb mana o'zlari mana bunaqa shikarni qilganlar. Bu yoqda bizda детский. Detskiyda mana balkon vixtlari bor. Har tomonlarda balkon vixtlari bor. Narxlari $660,000. 117 umumiy maydon, 18-etajda joylashgan 27 qavatli uyimiz. Ma'lumot uchun 93 9 64 00. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin.
Xo'sh, hozir bilaman, juda ham aytasizlar, juda ham qimmat. Bu yerda korobkalar o'zi 3000, 3500 dollardan boshlanadi. Unaqa panorama anaqalari уже yo'q. Chunki bu yerda почти 4000 dollardan kvadratiga boshlanadi. Bu remonti 1000 dollardan kvadratiga dash ketmagan. Bu yog'ida 1200-1500 dollar kvadratiga o'zi ketgan. Remontlariga ham mebel texnikalar. Buni hammasini hisob-kitob qilib olsangiz, shunaqa narxlar chiqadi. Odamlardami? Odamlarda pul bor va buni uy kimdir egasini o'zini kutyapti. Lekin biz endi nima qilamiz, niyat qilamiz, inshaalloh hammaga nasib qilsin.